Oddiy rakushka qovurib zerikmadinglarmi? Kelinglar, bugun sizlarga shunaqa asal chiqadiganini o'rgataman. Bizaga kalix saryog'i kerak bo'ladi. Aynan kalix saryog'i bilan juda ham mazali va og'izda eriydigan bo'ladi. Saryog' bilan unni urvoq qilib olib, smetana yoki 7 yogurtidan solamiz. Tuxum sarig'i, razrыхлитель, vanilin solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. Xamirdan taxminan 20-22 ta dumalowchalar yasab olamiz. Xolodilnikda xamir tinguncha bezasini tayyorlab olamiz. Tuxumni ko'pirtirib, oz-ozdan shakar, vanilin solib, qattiq pik bo'lguncha mikserlab olamiz. Tingan zuvalamizni yupqa yoyib, 4 chetidan kesib, o'rtasiga beza solib, mana shunaqa atirgul formasini berib olamiz. Videoni yaxshilab ko'rsanglar, bemalol o'rganib olasizlar. Juda ham oson. Men birinchi ko'rganimda juda ham qiyin bo'lsa kerak deb o'ylagandim, lekin ko'rib turganinglardek unaqa emas, osongina. Xullas, hammasini shunaqa chiroyli atirgul ko'rinishiga keltirib, ustidan maydalangan yong'oq sepamiz va 180 gradus qizigan duxovkada tepa-past rejimida 35-40 daqiqa pishirib olamiz. Bezelari usti qarsildoq, ichi yumshoqqina bo'ladi. Issiqligida ustidan shakar upasi sepamiz va mehr ila dasturxonga tortamiz. Albatta, video va retsept yoqqan bo'lsa, o'zingizga saqlab, bitta yurakcha qoldirib qo'ying. Juda ham xursand bo'laman.